Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video blogimiz abituriyentlar, talabalar Xitoyga kelmoqchi bo'lgan yangi talabalarni ota-onasidan yig'ilayotgan savollar. Top 10 ta savol yig'ib qo'yibdi bizning operatorimiz. Hozir o'shalarga birin-ketin javob berishga harakat qilamiz. Faqat ochiqcha. Hech qanaqa sir yoki nimadirni yoshirmasdan. Birinchi savol, Xitoyda talaba sifatida talabalik vizasi bilan ishlashim mumkinmi? Yaxshi savol bo'ldi. Ko'pchilik keladigan abituriyent talabalar Xitoyga kelgandan keyin qanaqa ishlasam bo'ladi yoki qanaqa pul topsam bo'ladi degan maqsad bo'ladi. Albatta ishlasa bo'ladi. Agar universiteti yaxshi universitet bo'layotgan bo'lsa, universitet o'ziga ham qanaqadir ishlar qilsa bo'ladi. Masalan, kutubxonaga kimdir ishlaydi, kimdir basenga ishlaydi, agar sportdan yaxshi bo'layotgan bo'lsa yoki qanaqadir to'garaylar bo'ladi, o'shalarga qatnashib, albatta universitetda ichida ham ishlab pul topib yursa bo'ladi. Undan tashqari, ya'ni tashqariga chiqib ham ishlashi mumkin. Kimdirlar o'qituvchilik qiladi, kimdirlar ofitsiantlik qiladi ham bor, kimdirlar esa bo'yki vaymay deydi xitoychasiga, o'zbekchasiga kommentariyaga yozasizlar nimaligini bilganlar. Xullas, pul topsa bo'ladi, faqat legal, nolegal farqi bor. Agar nelegalni pul topayotgan bo'lsangiz, albatta buni oxirati yomon bo'ladi. Sizlar deportga tushishlaringiz mumkin, katta shtraf tushishi mumkin sizlarga. Keyingi kelajaklaringiz ham Xitoyga kelishlaringizga ancha qiynalasizlar. O'shaning uchun ham iloji boricha qo'ldan kelguncha legal ishlash kerak yoki Xitoyga kelgandan keyin qanaqadir o'rganib, biznes yo'nalishini o'rganib yoki o'zingizni sohangizni yaxshi o'rganib, onlayn ish topib ishlasangiz ham bo'ladi. Xitoyga kelgandan keyin возможность juda ham ko'p. Ya'ni imkoniyatlar juda ham ko'p. Kimdirlar onlayn orqali ham ancha pul ishlab qo'yadi. Ikkinchi savolimiz, diplomim O'zbekistonda ishlaydimi? O'qishni tugatganimdan so'ng vatanimga qaytib ishga kira olamanmi? Yaxshi savol. O'zi yaxshi savollarni yig'ibsan Shohruh. Ikkinchi savol juda ham o'rinli savol. Agar siz Xitoyga kelishingizdan oldin universitet haqida qanaqadir ma'lumotingiz bo'layotgan bo'lsa, universitet birinchi o'rinda top mintaliga kirishi kerak. Ikkinchi o'rinda u universitet bo'lishi kerak. Farqi bor. Ko'pchilik keladiganlar kollejga kelyapti-da, ertaga pant yeb qo'yyapti. Men kollejda o'qib chiqdim, endi nima qilaman yoki 1 yil til kursini kollejga o'rgandim, endi bu yog'iga qanday qilaman degan savollar tug'ilib qolyapti. Kelgandan keyin ham hozir bu diplomni o'tishi bitta tomon, ikkinchi tomon kelgandan keyin ko'pchilik erinchoqlik qilib, komfort zonaga kirib qolyapti-da, na bir xitoy tilini o'rganyapti, na bir yo'nalishni tanlayapti, na bir o'zining sohasida kuchli bir yetakchi bo'lishga ham harakat qilmayapti. O'shaning uchun ham qiynalayotganlar ko'p. Keyin diplomimiz top mintaliga kirgandan keyin yoki top 500 talik kirgan universitetda diplomini olganingizdan keyin birinchi o'ringa uni tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. U nostrifikatsiya deydi. Tarjima qilganingizdan keyin bemalol O'zbekistonga borib, o'zingizning yo'nalishingizdan kompaniyalarga ariza topshirib, arizangiz orqali agar sizni qabul qilsalar, ishlashingiz mumkin. Hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Menimcha eng ko'p so'ralgan savollardan biri til sertifikatsiz, IELTS yoki HSK sertifikatsiz Xitoyda 100% grant asosida o'qishim mumkinmi? Yaxshi savol. Til IELTS sertifikatsiz Xitoyda 100% grant asosida o'qish mumkin emas. Nima uchun deganda, 1 yil o'qishingiz mumkin Xitoyni 4+1 grant asosida yoki 3+1 grant asosida. O'shanda ham sizga top universitetlar unaqa grant bermaydi. Agar top universitetga grant olmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir sertifikatga ega bo'lishingiz kerak. IELTS, TOEFL, Duolingo, HSK Xitoy tilidan o'qimoqchi bo'lsangiz, mana shunga o'xshagan sertifikatlaringiz bo'lsa, Xitoyga kelib bemalol grantga registratsiya qilib grant olishingiz mumkin. Tohir aka, hattoki qizlar ham Xitoyda o'qiy oladimi? Xitoyga keladigan abituriyentlarni qiz o'g'il deganini bilmadim. Hozir qizlar Garvardga 100% grantga o'qishga kiryapti. Xitoyda top mintaliga kirgan universitetlar nima bo'libdi? Bemalol kelib o'qiversin. Hozir o'qish kerak. Hamma joyga ochiq bo'lib qoldi o'zi. Sertifikatni olib, baholari yaxshi bo'lsa, bemalol Xitoyga chiqsin, Yevropaga chiqsin, Amerikaga chiqsin, o'qish kerak. Keyingi savolimiz ota-onalardan kelgan savol. Farzandim Xitoyda halol ovqat topib yeya oladimi? Halol ovqat o'zi bormi deyishgan. Halol ovqat juda ham ko'p Xitoyga. Bu halol hozir odamlarga o'sha ancha odamlarning ham nimasi o'zgardi deb o'ylayman. Dunyo qarashi Xitoy bo'yicha. Chunki Xitoyning har bitta joyiga qanaqadir musulmonlar ko'chasi bor yoki Lanzhou Lamian deydi. Lanzhouliklarning lag'monxonasi bor. yoki Uyg'urlarning lag'monxonasi bor.
Xullas, Xitoyga kelib, mana o'zimiz ham shuncha yildan beri yursa ham faqat shu halol ovqatlardan yeb ichib iste'mol qilamiz. Qiynalganimiz yo'q hozirgacha. O'shaning uchun men o'ylashim bo'yicha bu hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Yana keyingi ota-onadan kelgan savol. Xitoyda kundalik xarajatlar qanday? Narxlar qimmatmi? Xitoyda kundalik xarajat ko'p emas. Aynan o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, kuniga 15-20 yuanga normal obed qilsa bo'ladi. Ujinga ham xuddi shunday 15-20 yuan. Endi zavtrak ko'pincha qilmayman yoki kofe bilan nimadir ichib oddiy kichkinagina qilib bir kunga hisoblayotgan bo'lsangiz где-то 50-60 yuan pul ketadi. Bir oyga bo'lsa где-то 1,5-1800 yuan u $300, $200, $250 atrofiga bo'ladi. O'zbekistonga qiladigan xarajatingiz bilan Xitoyga qiladigan xarajatingiz menimcha Xitoyga arzonroq bo'lsa kerak. Chunki bu yerda kampuslarning ichiga, ya'ni universitet ichida yeb ichasiz. Universitetda davlat tomonidan beriladigan davlat investitsiya qiladi, xullas har bitta universitetga o'sha investitsiya tufayli sizni ovqatlanishingiz, yashashingiz, misol uchun yotoqxonaga turadigan bo'lsangiz, yotoqxonangiz ham arzon chiqadi. Yotoqxonadagi kommunalka to'lovlaringiz ham ancha arzon chiqadi tashqariga nisbatan. Chunki общий qilib davlat tomonidan qoplanadi. O'shaning uchun ham qulayligi juda ham ko'p, arzon, qulay, sharoit yaxshi, faqat erinchoqlik qilmash kerak. Xitoyga o'qishga topshirmoqchi bo'lgan talabalardan kelgan savol, viza jarayonlari, hujjat topshirish jarayonlari qanday? Nima qilishimiz kerak? Juda ham oson. Birinchi o'rinda sizlarga bir hujjatlar paketi bo'ladi. Pasport, diplom yoki medosmotrdan o'tganingiz va sudlanmaganlik qog'ozingiz. Hammasini perevod qilishingiz kerak bo'ladi. U dokumentlarni yig'ganingizdan keyin, paket qilganingizdan keyin viza sentriga borib to'lovni qilasiz, ochirt olib va vizangizni topshirasiz. Shunga o'xshagan dokumentatsiya bo'yicha konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, biz sizga kontakt qoldiramiz. Albatta, bepul. Xohlagan vaqtlaringiz aloqaga chiqib, 24 ga 7 bog'lanishlaringiz mumkin. Biz sizga xizmat qilishga tayyormiz. Endi ochiqcha gapiradigan bo'lsak, birinchi o'rinda hujjat yig'ishingizdan oldin har doim qaysi davlatga ketmang, birinchi o'rinda sizni dokumentingiz, sizni nomingizdan gapiradigan pasportingiz, o'qishga ketayotgan bo'lsangiz, attestat, diplom, keyin sudlanmagan, keyin sog'lom, haqiqatan men sog'lomman degan dokument kerak bo'ladi. Undan tashqari, men o'sha yerga borganimdan keyin och qolmaymanligi uchun siz bankskiy shotga qanaqadir summa qo'yasiz. U hamma dokumentlarni siz boradigan davlatni dokumentatsiyani topshiradigan universitetingizmi qayerda bo'layotgan bo'lsa ham, ofis tushunib olish uchun hamma narsani tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun dokumentatsiyaga unaqa o'zi qiyinchilik nimasi yo'q. Uni qiyin emas, unaqa kosmический narsa emas. Dokument kimsiz? Baholaringiz qanaqa? Sudlanmaganmisiz? Pulingiz bormi yo'qmi? Sog'lommisiz? Aslida mana shunaqa. Xitoyda tilni bilmasdan ham yashashim mumkinmi? Tilni bilmasdan yashayapmiz. Ko'pchilik yashayapti tilni bilmasdan. Kimdirlar biznes qilyapti, yoniga tarjimon bilan, kimdirlar o'qib yuribdi. Endi tilni bilmasa minusi ko'proq, plyusiga nisbatan. Birinchi o'rinda qayerga borayotganingizga qiynalasiz. Bitta ovqatingizni ham 2-3 marta xato qilib yeysiz. Даже kofe ichayotgan vaqtingiz ham amerikani so'rasangiz, sizga kapuchino berib qo'ysa yoki issiq kofe so'rasangiz, sovuq kofe berib qo'ysa, havoni sovug'iga sizdan nastroyeningizdan battar nastrojeniya bo'lmaydi. Unaqa xatolarni o'zim ham ko'p qilaman. Shuning uchun o'zimdan kelib chiqqan holda qilib aytayapman. Endi bir xil vaqt hieroglifni tanimay qolgan vaqtim issiq kofening o'rniga sovuq kofe olib nero qilaveraman keyin kuni bo'yi. Shuning uchun yezikovoy baryerni har doim bosib o'tish kerak. O'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, ingliz tilini o'rganish uchun meni hamxonam, xullas chet ellik, Afrikadan, oq faqat, oq tanli. Endi uni ota-onalari hammasi angliychan bo'lgan ekan. O'sha bosib olgan vaqtda ular qolib ketgan ekan Afrikaga. Xullas, o'shani ota-onasi ham, o'zi ham iloji boricha ingliz tilini o'qishga o'rgatishga harakat qiladi. Chunki mehmonchilikka borgan vaqtim yoki gaplashib o'tirgan vaqtimiz qanaqadir razgovorda gapni qo'llab turish uchun, agar tilni bilmasangiz har doim pand yeysiz. Kimdirlar sizni kiydirmoqchi bo'ladi, kimdirlar 2000 yuanlik baykni yoki 500 yuanlik baykni 2000 yuanga sotmoqchi bo'ladi. Kimligini aytmaymiz. Xullas, yangi kelgan vaqtlaringiz O'zbekistondan, chet eldan Xitoyga yangi kelgan vaqtlaringiz iloji boricha nima olsanglar ham, endi faqat til emas, life hack ozgina, ochiqcha bo'lgani uchun, nima olmoqchi bo'lsanglar ham
ozgina internetdan chiqarib ko'ringlar, yon atrofdan so'rab ko'ringlar. Misol uchun universitetga kelganlaringizdan keyin biron nima sotib olmoqchi bo'lsanglar ham, misol uchun bayk, mana shunaqa mototsikl, mana shunga o'xshagan narsa sotib olmoqchi bo'lsanglar ham, birinchi yon atrofdan ko'proq odamdan so'ranglar. Ko'proq odamdan so'ragandan keyin tashqariga ham magazinlar bo'ladi. Magazinlardan so'rab ko'rasizlar oldin. Narx-navosini solishtirib ko'rgandan keyin 2000 yuan, 500 yuan baykni 2000 yuanga olmasligi uchun Shohruh kulmasan aytyapman. Shunday yeb qo'yib o'tirmaslar keyin. 9-savol. Biza kundalik hayotda ishlatadigan ijtimoiy tarmoqlar Xitoyda ishlamasligi rostmi? Bu misol uchun Telegram, Instagram, YouTube, YouTube, yana nima bor? Facebook, Twitter, xullas hech qaysi Xitoyga ishlamaydi agar sizga VPN bo'lmasa. VPN bepuli bor, pulligi bor. Endi birinchi o'rinda bepulligini ishlatishni maslahat bermayman o'zim ham, chunki bepulligi xavfsizlik darajasi juda ham past. Mana sizning dokumentlaringizni o'g'irlab qo'yish mumkin. Hozir Telegramdan qanaqadir SMSlar kelyapti-ku, APK bo'lib ochsangiz, sizning akkauntingiz полностью udayib ketadi. Xuddi o'shanday VPN ham shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Iloji boricha pulli VPN olish kerak, oyiga katta summa bo'lmaydi ham. Keyin Xitoyda o'ziga ham, misol uchun WeChat, Alipay, Xiaohongshu, yana shunga o'xshagan saytlari bor. TikTok ham bor, misol uchun Douyin deydi xitoychasi. Mana shular bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Agar video bloklaringizni kelib qanaqadir blogerlikni boshlamoqchi bo'lsanglar yoki kontent boshlamoqchi bo'lsanglar, ozgina tilni o'rganib, xitoychasiga boshlab ko'rsanglar, O'zbekistonga nisbatan Xitoyga ko'proq odam ko'radi. Masalan, 1,5 milliard aholisi bor. Ular har doim internetga o'tiradi. Qayerga yurmasin telefonga. Kallasini egib oladi. Mana shularga o'zi yaxshi narsa o'ylab topsa bo'ladi mana shu. Kallasini ushlab turayotgan nimadir ishlab chiqarsa, normalniy biznes. Qayerga, misol uchun metroga ham, avtobusga ham, taksiga ham, даже taksi shopirlari ham biron joyga to'xtab qolsa, birdan TikTokga kiradida, o'zi qo'li ham avtomat bo'lib o'rganib qolgan. Omna qilib nimadirlar qilib o'tadi, nimadirlarni ko'rib o'tadi. Shuning uchun ikki tomonlama popularizatsiya qilsanglar bo'ladi, ya'ni rivojlansanglar bo'ladi. Ham Xitoy tomonlama, ham chet el. Ya'ni Xitoyga kelganingizdan keyin siz chet ellik hisoblanasiz. Xitoyliklarga siz O'zbekistonlik yoki Rossiyalik yoki Amerikalik demaydi. Xitoylik va chet ellik. Mana shunaqa bularni qarash. Sen chet elliksan, sen Xitoyliksan. Endi meni ko'proq Uyg'urga o'xshatadilar. O'xshaymanmi Uyg'urga? O'xshamayman. Oxirgi savol, ota-onalardan kelgan biroz xavotirli savol. Ko'pchilik Xitoyliklar musulmonlarga erkinlik bermaydi deydi. Musulmon talabalar bosimga duch keladimi yo'qmi Xitoyda? Endi unaqa juda ham qiyin savol bu. Endi misol uchun talaba qanaqa desam ekan? Talaba Xitoyga kelgandan keyin hech qanaqa ko'chaga yurmaydi. Men ko'chaga yurgani bilan, misol uchun oddiy O'zbekistonga yurgan vaqtingiz qanaqadir muammolarga, bozorga muammoga duch kelasiz yoki magazinga chiqsangiz muammoga duch kelasiz, taksiga yursangiz kimdir bilan gap talashib, aytishib nimadir qilib qolishingiz mumkin. Qanday Xitoyga unaqa emas. Birinchi o'rinda Xitoyda har bitta kelgan talaba o'sha universitetdan, kampusdan chiqisi kelmaydi ko'chaga. Hamma narsa bor. Ichida bozorchasi ham bor, magazini ham bor, oshxonasi ham bor, sport zali ham bor, suzishi ham bor. Xullas, hamma sharoit bor. Nima deydi? O'zgaradok deydi-ku o'zimizga. Bu yerga o'sha o'zgaradokki 100%, 100dan 100 qoplangan. Unaqa musulmonlarga nisbatan qanaqadir yomon qarashli bo'layotgan bo'lsa, unaqa narsani men hech hali his qilib ko'rmaganman. Что sen musulmonsan, naborot hurmat qilishadi. Chet elliksan, musulmonsan. Misol uchun o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, bittasini zavodiga borib qoluvdik. Aynan musulmon davlatlar bilan ko'p ishlagani uchun joy namozlar tashab qo'ygan, misol uchun tahoratxonalar qilib qo'ygan. Unaqa muammo, unaqa problema hech bilmadim. Naborot Xitoyga marketing rivojlangan, o'sha marketingini musulmon davlatlarga ham, qolgan davlatlarga ham juda ham yaxshi qo'llaydi o'ylayman. 11-savol, obunachilar uchun qo'shimcha o'qish jarayonimda uydagilarimni Xitoyga olib kela olamanmi? Mana shu zo'r savol. Misol uchun birinchi o'zim Xitoyga kelgan vaqtim men shuncha narsani ko'ryapman, misol uchun dengizlarni ko'ryapman yoki baland binolarni ko'raman yoki telefondan olib Wi-Fi zakaz qilasiz, internetdan ovqat zakaz qilasiz, yarim soatga emas,
5 minutga, 3 minutga yetib keladi. Taksida ham telefondan zakaz qilib ketaverasiz. U birinchi O'zbekistonga kelgan odamga sal qanaqadir boshqacha emotsiya beradi, boshqacha ощущение beradi. Boshqa binolar, boshqacha odamlar. Endi nima deydi, inostro'n juda ham ko'p bu yerda ham. Misol uchun qandaydir har bittasini gaplashib ketaverasiz. O, sen qayerdansan? O, men qayerdan? Mana shunaqa narsalar zo'r bo'ladi-da. O'shancha narsani ko'rib, o'shancha emotsiyani his qilgandan keyin har doim ichingizdan bir nima qaynab turadi. Men ham uydagilarim shunaqa narsani ko'ra olayotganmi? Qachon olib kelib ko'rsataman? Shuncha men his qilgan narsalarni ular ham his qilsa qanaqa bo'lar ekan? Ularni olib kelganingizdan keyin, misol uchun men o'zim taklif qilganman, akamni ham, ayamni ham taklif qildim o'tgan yili. Ular ko'rgan emotsiyani men xuddi endi Xitoyga birinchi marta kelganda xuddi nima deydi, boshqatdan Xitoyga kelib qolganday bo'lib, ya'ni o'zim olib yuribman. Uni qarang, buni qarang deyman, voy xursand bo'lib ko'rib ketaveradilar. Men buni olaman. Arzon ekan, bu qimmat ekan. Bu kerak. Men buni olib ketaman. Endi ayol kishi yoqtiradi-da. Boyaki, bu kuli arzon ekan. Mana bu nevaramga, mana bu balamga. Pasoda arzon ekan. Endi biz to'g'risi unaqa narsalarga e'tibor bermaymiz. Chunki o'qish kiyim-kechak bo'layotgan bo'lsa internetdan zakaz qilamiz, borib kelishga erinchoqlik qilib. Xullas, bozorga borib qoldilar ham hayratda, o'sha emotsiyaga to'la. O'shanga hozir bezvizli rejim bo'lib qolgan. Endi ham har taraflama oson, kelganlardan keyin ham o'zingizni olib yurishingiz mumkin. Talaba bo'lib kelganingizdan keyin nasib bo'lsa 5-6 oy Xitoy tilini yaxshi o'rganib olganingizdan keyin ota-onangizni chaqirishingiz mumkin, bironta qarindoshlaringizni chaqirishingiz mumkin. Hozirgi kunda Xitoy bilan O'zbekistonni bilet narxi, ana shu narsaga e'tibor beringlar. Qolgan davlatlarga nisbatan ancha arzon bo'lib qoldi. Hozir borib qaytish Xitoydan, misol uchun men turgan shahardan Siandan Samarqandgacha borish va qaytish atiga 2100-2200 yuan. Endi eng kam narxi bo'layotgan vaqti 3,5 minggacha chiqishi mumkin. Bu $300 degani. $300 endi shunaqa emotsiyalarga to'lib ketadi odam. Albatta taklif qilaman. Hali abituriyent, hali student bo'lmagan bo'lsangiz ham birinchi shunday kelib, agar kelmoqchi bo'lsangiz, men Xitoyga bormoqchiman deb kommentariy yozsangiz ham sizni o'zimiz kutib olishimiz mumkin. Ko'rsatamiz, agar universitetda oldindan ko'rsatishimiz mumkin. Ota-onangiz bilan kelayotgan bo'lsangiz yoki ota-onalar farzandi bilan kelayotgan bo'lsa, aytib qanaqa sharoitga o'qiydi, qanaqa sharoitga turadi, kimlar bilan yashaydi, Xitoyda aholisi qanaqa, talabalari qanaqa, ustozlari qanaqa, misol uchun muomalalari qanaqa, militsiyasi qanaqa, hamma narsasini ko'rsatamiz. Hamma narsasini. Ochilish kerak ozgina. Kelinglar, o'rganinglar, ko'ringlar. Juda ham yaxshi narsa bu. O'sha $300 misol uchun biron joyga borsangiz ham yeb ichib qo'yishingiz mumkin yoki nimadir olsangiz ham, kiyim-kechak olsangiz ham qanaqadir vaqtdan keyin u eskiradi po-любому. Lekin emotsiya har doim qolib ketadi. Mana boshqa shaharlarga chiqib turaman o'zim. Endi eshitmadan bo'lsa ham, misol uchun zerikkan vaqtimdan bir aylanib kelaman. O'sha vaqtda ham shunaqa emotsiyaga to'lib keladi odam. Men bu yerda yotoqxonam, sharoitim zo'r, misol uchun o'qiyotgan joyimiz ham zo'r, universitetimiz ham zo'r. Lekin har doim universitetga qolib ketsa odam, xuddi bir qobiqqa tushib qolganday bo'ladi. Siz biror nimani o'rgandingizmi? Borib praktika qilib kelishingiz kerak. Juda ham ochiq Xitoy. Sharoitlar zo'r, возможность katta. Xitoy tilini o'rgandingizmi, ko'chaga chiqingda gaplashib keling. Marketingni o'rgandingizmi, magazindan yoki internetdan biron 10 yuanga zakaz qilasiz, ko'chaga chiqib bir 100 yuan yoki 50 yuanga sotishga harakat qilasiz. Bu yerdagilar juda ham ochiqda. Xullas, hamma narsani qabul qiladi, to'g'ri qabul qiladi. O, student ekan yoki bunday past nazar qarab, bu nima sotib yuribdi demaydi. Yo olmayman, yo olaman. Qanaqasan? Ko'proq muloqot qilishga harakat qiladi. Xuddi shunday siz ham kelib muloqot qilishingiz mumkin, kelib yangi narsalarni o'rganishingiz mumkin. Bizning blog boshlanishimiz ham xuddi shu xitoyliklarning motivatsiyasi bilan bo'lgan. Misol uchun, men o'zim kameraga qarasam har doim qanaqadir yo'laydim yoki hayajonlanaydim. Gapim to'g'ri chiqmaysa,
nima deydi? Xullas, nutqim rivojlanmagan edi. Kameraga qarasam, odamga qarasam gaplasha olaman, lekin kameraga ancha odam ko'radi, 1000 ta, 2000 ta odam ko'rish mumkin. Shuning uchun albatta Xitoyga kelsangiz, bu sizga yangi bosqich bo'ladi o'ylayman. Nafaqat Xitoyga, chetga chiqsangiz, qishloqda bo'lsangiz, qishloqdan shaharga chiqing, shaharga bo'lsangiz, boshqa shaharga chiqing. Xullas, sal 2 qadam chetga chiqib tursangiz, krugozoringiz, o'ylashingiz, fikrlashingiz har doim oshib keladi. Shuning uchun sizga shunaqa ma'lumotlar berganimdan men juda ham xursandman. Yana ham ochiqcha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizni savollaringizni kutib qolaman. Kamina Tohir Narzullayev har doim sizlarning xizmatlaringizga tayyor.